Farg'onadan 8 soat uzoqlikda shunaqa joy borligini bilarmidingiz? Bu yerga kelsangiz o'zingizni yana 12 yoshli boladek his qilasiz. Yoshligingizga qaytishingiz aniq. Bu Universal Studios. Birinchi bo'lib Minionlar uyiga kirdim va o'zimni multfilm ichiga tushib qolgandek his qildim. Keyin esa Shrek multfilmidagi mashhur qasrga kirib, Shrek hikoyasini davomini ko'rdim. Eng qizig'i bu davomini faqat shu yerda ko'rish mumkin. Keyin esa Transformerlar ko'chasiga borib Bumblebee'ni ko'rdim. Atmosfera shunchalik real qilinganki, xuddi kinoning ichida yurgandek bo'lasiz. Eng yoqqan joyim esa Gollivud ko'chasi bo'ldi. Los Angeles bilan deyarli bir xil. Hatto yerdagi mashhur yulduzlargacha bor ekan. Biroz yurib esa qadimgi Misrda Mumiya filmi olingan joyda paydo bo'lib qoldim. Jurassic Parkda esa suvli attraksionga tushdim, prosta dahshat. Tabiat, ovozlar, atmosfera, siz xuddi kino ichidasiz. Xullas qisqacha shunaqa, yana videolar qo'yaman. Bu yerlarga kelmoqchi bo'lganlar videoga like bosib qo'ying va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.